barokko, rokokko kolleksiya interyerlar uchun biza xabaringlar bor. Lakandildan alohida showroom qilib qo'yganmiz. Bilmaganlar uchun zo'r manfaatli bo'ladi. Buni obzorini bir boshdan qilamiz, harakat qilamiz. Hammasi ham endi sig'maydi bitta videoga. Imkon darajada tushuntirishga harakat qilib beramiz. Misol uchun bu kolleksiyalar klassika deymiz, Italiya, Ispaniya avtorskiy modellarni biza Xitoy fabrikalari bilan ishlagan holatda buyurtma asosiga olib kelamiz. Asosiy bu yerda izyuminka deydi, fishkasi metal bronzadan ishlanadi. Mana yaqinroq ko'rsangiz bo'ladi, metal bronza. Qo'shimcha aksessuarlar uchun tapga qarab kristallarning turi o'zgaraveradi. Tosh ishlatgan model bor, ko'pchilik sevadigan bakarat modellarimiz bor. Hozirda urfga kirayotgan bu aytamiz уровень deydi-ku ruschada. Eng oliysi mana shu Mariya Tereza bu. Bularning bir qancha razmeri bor. Bular Misr davlatidan keladi. Imaminimiz bor. 24 karat tilla suv yurg'iziladi. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Metalliga 24 karat tilla suv yurg'iziladi va oliy sifatli Egipt Asfor kristal fabrikani modellari. Bu yerda mana ispan kolleksiyalarimiz bor, milliy xonalarimiz bor. Ichkarida yana bir qancha modellarimiz bor. Devor birali, kimga qanaqa stil yoqsa qilib beramiz. Asosiy bu yerda uyingizni ochib beradigan detal jihozning biri bu, asosiy bu qandil hisoblanadi. Va albatta to'g'ri tanlangan, joyiga tushirilgan qandil hisoblanadi. Albatta bu qandillarimiz sifati, qiymati oliy darajada bo'lgani uchun ham yaxshi hisoblanadi. Salomat bo'lasizlar.